Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari azizlar. Hurmatli bizning YouTube kanallarimiz muntazam kuzatib borayotgan obunachilar, do'stlar. Mana qarang. Shunaqangi ajoyib bir priroda deydimi, tabiat qo'ynida deydimi, akalarimiz, opalarimiz mashaqqat bilan demak, bilganlar kommentariyaga yozib qo'yingizlar. To'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana shunaqa tarzda qarang. Tagida baliq, buni tagida baliq ekan. Buni ustiga eksperiment sifatida, lekin akalarimiz aytib turibdi. Eksperimentdan o'tgan alanga guruchini sholisi, ya'ni sholini ekib mana shu tarzda eksperiment sifatida yanada boshqa navlarini qilayotgan ekan. Bu joy Quyuchirchiq tumanida joylashgan bo'lib, mana shunaqangi katta plantatsiyalarda xudo xolosa biogumuslarni mana olib kelib yetkazib turmiz. Akalarimiz tushiryapti. Mana bunaqa kastallarda, idishlarda biogumuslarni aralashtirib, tuproqqa 50 ga 50 qilib mana shu tarzda ekib turishdi, azizlar. Qiziq aytganlar, mana shu joygacha ko'rdingiz, iltimos bitta like bosib, kommentariyaga rahmat deb yozib keting, iltimos. Yoki o'zingiz fikringizni bildiring. Mana bu yerda qayiq bor ekan, kim qayiqqa qiziqadigan bo'lsa, qayiqqa minib, sekin aylanib, xullas, mana juda katta joy ekan. Nima deydi? Yuragidagi g'uborlarini chiqarsa bo'ladi. Mana sholini yetkazib turadi, mana shu tarzda, do'stlar. Akalarimiz mana u tomonda ishlash jarayonida, xudo xolasa. Mana biogumuslarni aralashtirib, tuproqqa mana shu tarzda ekishar ekan. Azizlar qarang. Sholini mana shu tarzda olib kelingan bu joyga. Mana azizlar ko'rishingiz mumkin. Tomirlagan shola. Guruchni qanday paydo bo'lishi, uni oshda qanchalik darajada mashaqqat bilan shu yetib borishi yoki bir oshpazlarimiz shirin tayyorlashi va hokazo, uni sholini qanday kelib chiqishini aslida ko'pchilik biladi, bilmaganlar ham bor. Mana shu tarzda mashaqqat bilan boradi azizlar. Mana eksperiment sifatida iqlim o'zgarishi, ob-havo o'zgarishi, suvi kamayishi va hokazo, mana shunaqa sholichilikni ham rivojlantirish uchun bizning Biorganik o'g'itlar MChimiz bilan Toshkent viloyatida joylashgan Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti shartnoma qilganmiz. Xudo xolasa biogumuslar yetkazib kelib turibmiz. 50 ga 50 qilib biogumusga tuproqni aralashtirib, mana shu tarzda kassetalarga ekib turibdi. Buning tagida baliq bor ekan, do'stlar, baliq. Ham baliq, tepasida esa shola, ya'ni guruch ishlab chiqar ekan. Xato kamchiliklar bo'lsa, qo'shimchalar bo'lsa yozib qo'ying kommentariyaga azizlar. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Mana shu tarzda jarayonda.